Ma'lumki, sud ekspertiza xulosalari adolatli sud qarorlarini qabul qilish hamda qonun ustuvorligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu ma'noda aytganda, Xadicha Sulaymonova nomidagi Respublika sud ekspertizasi markazining sud kompyuter texnikaviy ekspertizasi bo'limi tomonidan amalga oshirilayotgan tadqiqotlar ham e'tiborga molik. Sud kompyuter texnikaviy ekspertizasi tadqiqot obyektlari juda ko'p. Bular masalan kompyuterlar, o'zida ma'lumot saqlovchi xotira qurilmalari, fleshkalar, hard disklar, undan tashqari video kuzatuv moslamasi, bu hattoki avtomobilga o'rnatilganlar ham. Bularda biz uchib ketgan ma'lumotlarni tiklaymiz, tahlil qilamiz. Qanaqa ma'lumotlar? Masalan, fayllarning yaratilishi, o'sha fayl mavjudmi, yo'qmi, yoki ma'lum bir kalit so'zlar asosida o'sha fayllar ichida o'sha so'zlar qatnashganmi, kim tomonidan yaratilgan, qaysi qurilmada yaratilgan, mobil aloqa vositalarining himoya parollarini buzish, himoya parollari asosida tahlil qilish, o'rnatilgan masalan Word fayl yoki ma'lum bir fayllarga o'rnatilgan himoya parollarni buzish ham buni ichiga kirib ketadi. Yana ma'lumotlarni tahlil qilamiz. Mazkur bo'limda sud radiotexnika ekspertizasi ham o'tkaziladi. Siz bu haqida eshitganmisiz? Hozirgi kunda bizning markazimizda sud radiotexnikasi ekspertizasi tadqiqoti ham yo'lga qo'yilgan bo'lib, uning obyektlari quyidagilar hisoblanadi. Mobil aloqa vositalari, dronlar, o'zidan signal chiqaruvchi qurilmalar yuzasidan tadqiqotlar olib kelinmoqda bizning markazimizda. Bularda qanday masalalar yuzasidan biz yechim beramiz? Mobil aloqa vositasida qaysi hududlarga borgan, qanday qurilmalar bilan bog'langan, qurilmalarning bog'lanish manzillari, tadqiqotlarning olib borilishi, tartibi, hattoki Yandexda masalan qaysi nuqtalarga borgan o'sha shaxs, kimlar bilan aloqaga kirishgan, qaysi nuqtalar, butun grafik asosida ko'rsatib bera olamiz hozirgi kunda. Dronlarda ham xuddi shunday. Bu asosan geolokatsiyalar bilan hududlarda mavjud bo'lgan, qaysi hududlarda uchgan, ya'ni keyin uni yaratilishi, qaysi qurilma tomonidan u ishlab chiqilgan, uning texnik ma'lumotlari haqida ham biz bu tadqiqotlarimizda javob berishimiz mumkin. Bunda ham sud radiotexnika ekspertizasida bizlar tergovchilar tomonidan quyidagicha savollar berilishi mumkin. Taqdim qilinayotgan obyekt, ya'ni mobil aloqa vositasi, dron, shunga o'xshash radioelektron qurilmalar tadqiqot uchun yaroqlimi? Uning imkoniyati qanday? Qurilma o'zi qaysi turga kiradi? Radiotexnikaning obyekti hisoblanadimi yoki hisoblanmaydimi degan savollar yuzasidan bog'lanishi mumkin. Undan tashqari bu aloqa vositasida qaysi hududlarga borilgan yoki qaysi masalan ma'lum bir hududda foto suratlari mavjudmi, foto, video suratlari mavjudmi degan savollar ham qo'yilishi mumkin tergovchilar tomonidan. Bu bo'yicha ham bizlarda markazimizda fuqaro, jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlariga asosan shartnoma asosida mutaxassis fikrlar taqdim qilamiz. Yana bir tadqiqot turi sud fototexnika ekspertizasi bo'lib, shu turdagi qurilmalar vositasida sodir etilgan murakkab jinoyatlarni ochishda katta yordam beradi. Sud fototexnika to'g'risida to'xtalib o'tadigan bo'lsam, bizda asosan raqamli fotosuratlar bilan ishlaymiz. Bu raqamli fotosuratlarning qaysi jihatlari, ya'ni raqamli fotosuratda montaj mavjudmi? Qachon yaratilgan, qaysi kompyuterda yaratilgan, kim tomonidan yaratilgan, ya'ni qaysi производитель tomonidan yaratilgan, o'sha jihatlariga e'tibor beramiz. Bu fototexnikani ochishimizdan asosiy maqsad fuqarolarning ko'plab talablari yuzasidan bu tadqiqot turini joriy qildik. Hozirgi kunda markazimizda raqamli fotosuratda o'zgartirish kiritilgan, kiritilmagan, shaxslarga manipulyatsiya ishlatilgan yoki ishlatilmaganligi yuzasidan tadqiqotlar olib bormoqdamiz. Bizning asosiy obyektimiz sifatida raqamli fotosurat, raqamli fotosuratni olish uchun qo'llaniladigan mobil aloqa vositalari, fotosuratlar, ya'ni fotoapparatlar, hozirgi kunda keng tarqalganlari bu mobil aloqa vositalari. Bunda biz nimasini tekshiramiz? Uning meta ma'lumotlarini, ya'ni qaysi qurilmada yaratilgan, qachon yaratilgan, qurilmaning modeli, qaysi kodekda, qancha uzoqlikda, qancha masofada yaratilganligi yuzasidan tadqiqotlar olib boramiz. Bunga fuqarolarning murojaatlariga asosan mutaxassis fikrlari beramiz. To'lov shartnoma asosida tergov organlari, masalan surishtiruvchi, tergovchi, prokuror yoki sudning ajrimi asosida yoki advokatlik so'roviga asosan biz xulosalar taqdim qilamiz. Hozirgi kunda ushbu tadqiqot turimiz bo'yicha bizga fuqarolar va tergov organlari tomonidan quyidagicha savollar qo'yishi mumkin. Birinchisi, taqdim qilinadigan fotosurat tadqiqot uchun yaroqlimi? Ikkinchisi, taqdim qilingan fotosuratda montaj belgilari mavjudmi?
va qanday montaj belgilari. Ularga turlari yuzasidan savol qo'yilishi mumkin. Keyin o'sha faylning yaratilgan sanasi haqida ma'lumot berishi mumkin. O'sha fayl qaysi, agar mobil aloqa vositasida yaratilgan bo'lsa, qaysi hududda yaratilgan, qaysi nuqtada yaratilish imkoniyati mavjud degan savollar qo'yilishi mumkin. Yana o'sha faylning meta ma'lumotlarini so'rashi mumkin. Qaysi qurilma haqidagi ma'lumotlar yoki kim tomonidan yaratilgan, qaysi masalan qurilmaning o'zining nomi bo'ladi. O'sha nomiga asosan shaxsga bog'lash imkoniyatlari mavjud. Ta'kidlash lozimki, ayni paytda sud ekspertlik faoliyati samaradorligini oshirish, sohani zamonaviy, yuqori aniqlikdagi tahlil vositalari bilan jihozlash orqali odil sudlovni ta'minlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu esa inson huquq va erkinliklari kafolatli himoya qilinishini ta'minlaydi.